Telegramda endi profilingizga ovozli xabar qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Buni hozir qanday qilishni ko'rsataman. Buning uchun Telegramingizga kirib, mana shu botni topasiz. Mana shu botni topiladi. Kirib start tugmasini bosib, ovozli xabar yozasiz. Bo'shab sizga yozib yuboraman. Mana ovozli yozdik. Bu bizga nimani tashlab beradi? Отправить bitta bossangiz, bu yerda fayl degan narsa nima knopka chiqadi. Buni bosib turib, faylga mana bosasiz. Отправить ni bosasiz, sizga fayl qilib beradi. MP3. Bo'shab sizga yozib yuboraman. Bo'shab sizga tepaga mana bu joyiga bitta bossangiz, unda nima chiqadi? Добавить va profil degan joy bor. Shunday bosasiz, profilingizga добавить bo'ldi shu ovoz. Mana men profilim, mana unda ovoz. Bo'shab sizga yozib yuboraman. Bo'shab sizga yozib yuboraman. Bo'shab sizga yozib yuboraman.